Hammaga salom. Biz bugun mana bunaqa bunkerda yashaymiz. Bizani vazifamiz esa mana bu loy va gravellarni olib tozalashimiz kerak. Ya'ni mana bu joy qazaversak, biz yerni tagida bunkerni kengaytirib boramiz. Va biz qazishimiz uchun mana bu bloklarni bitta qishloqiga nima edi, trade qilsak bo'ladi. Ya'ni bu bloklarni instrumentli qishloqlardan trade qilsak bo'ladi. Video davomida ko'rib borsanglar o'zlaringiz tushunib yetasizlar. Biz esa mana bu bloklardan короче sement olishni boshladik. Mana bu 8 ta narsani ko'ryapsizlar meni inventarimda. Ana shu narsadan bizga 24 ta kerak. 24 tani olib biz bitta daraxtni cho'pli kerka olamiz traderni. Ya'ni qishlog'idan. Yana bizga 8 ta kerak bo'lyapti bunaqa sementdan. Ana shu atroflarda yana bitta bo'lishi kerak. Adashmasam. Mana yana bitta chiqdi. Mana bu keraksiz nima edi? Достиженияni yo'q qilib bo'lmaykanmi? Umuman mishat beryapti bir joyda turib. Atigi yana 4 tagina sement topsa hammasi good game bo'ladi. Tak. Yana shu atroflardan svet chiqdi, yaxshi. Bizga yorug'lik ham kerak, chunki bloklarni ko'rmaymiz, ekran qorong'i bo'lib qoladi va sizlar video davomida qorong'i ekranni ko'rib o'tirmasanglar kerak. Yana bizga 4 ta nima, mana oxirgisi 24 ta bo'ldi. Biz hozir bitta jetildan borib mana bu kerkani olishimiz kerak. Va 16 ta ko'mir yig'sak, narigi kerkani ham olsak bo'lar ekan. Bu narsani tezroq olishni qilsak, yaxshi bo'ladi o'zimizga. Chunki bu kerkani sinib qolishi juda ham nima edi? Slabый kerkalar. Daraxtliligi uchun прочности past bo'ladi bu kerkan. Tak, bu yerdan biza nima olsak bo'ladi? Matiga olib, narsalar ekib qo'ysa bo'ladi bir ikkita endi. Kerakli narsalardan. Bu uchun bizga ekiladigan semchka kerak, suv kerak va yana nima kerak? Birinchi agrot tuzini cho'tkan olsak, yaxshigina bo'laydi. Mana bu yerdan polni xonani bitta agrot tashlaymiz. Chunki boshqa joy yo'q. Narigi tarafga sandiq verstaklarni qo'ysam, bu taraf agrot bo'lib, cho'tka bo'lib turadi. Yashashga ham joy bor, fermaga ham joy bor. Bu mana bunday qilib ko'paytirib olsak bo'ladi. Endi 4 tarafdan qo'yib chiqish kerak biz ularni. Chunki nima edi? Ekilgan vaqti agrot bo'ylab suv namligi tarqalishi kerak, tezroq o'sishi uchun va o'zi вообще o'sishi uchun shunday bo'lishi kerak. O'rtani yopib qo'ysa ham bo'ladi, endi bizga kerak emas. Suv yetarlicha diyub bo'ldi suv. Endi mana bilan matiga bilan nima edi? O'zbekchasi nima edi o'zini? Короче, ruschasi ham matiga, shu matiga deb o'rganib qo'yganman. Mana shu matiga bilan cho'tka qilib chiqdik. Endi bizga urug' kerak. Pshenitsani urug'ini olamiz, bug'doy urug'ini. Chunki bizga graviymi nima edi? Granit degan narsa yo'q. Hozircha shuni olib yes qilib tursa bo'ladi. Pashniya kerak emas bizga, o'zi qibulli pashniyan. Bizga matiga nima kerak edi agar pashniya degan narsa bo'lsa? Tak, bu narsa ko'rib turganlaringizda juda ham tez o'syapti. Bu degani tezroq bu narsani ko'paytirib tashlaysa bo'ladi. Bizga ham bu suy maydalangani umuman kerak emas degani. Suy maydalanganini hozir qanday topaman bilmayman. Glавный o'rinda hozir biz kerka yasashimiz kerak. Ya'ni ko'mir. Mana bu ko'mirlarni yoqib olamiz. Почти bir qator pastga zinani qozib, pastga tushib bo'lay o'zi. Endi yo'lni davom ettirib, to'g'ri qozishimiz kerak. Birinchi mana bu yerni tozalab olay, bitta musor qolib ketmasin umuman.
Huzur qolib ketsa ko'zga qandaydir g'alati ko'rinadi. Tak, aytgancha anavi pshenitsa bug'doy qo'yuvdim. Esdan chiqib ketdi bu narsa вообще. Men tunel ko'zib tashladim pastga. Pshenitsani olib, trade'ga o'zi nima beradi pshenitsa bug'doyga, ya'ni. Tak, nima berar ekan? Biror narsadan pechga bor ekan. Bug'doyga berar ekan. Pechka bilan nima bor yana? To'y kerakmas вообще. Almasiga faqat broniyani bitta nagrudnikdan olsa bo'lar ekan menimcha. Bitta nagrudnik nima kerak o'zi? Normalniroq nimayda bitta setga bersa bo'lmaykanmi? Nezardan. Agar otimizga yana qaytamiz. Men bu yerda urug'lar ko'payib qolgan, urug'larni ekish kerak. Nimadir men bu yerda ekib bo'lmayapti. Bilmadim nimaga. Menimcha bu yerda suv kamlik qilyapti. Yo'q, suv emas. Menimcha anavi fanar bor-ku. Shu yergacha kelmayapti. Bir xil modlar bo'ladi, fanar yaqinroq joyga narsa o'tadi. Modsiz ham shunday bo'ladimi? Tepadagi farqi yo'q, quyoshga o'tadi edi. Yerdagi menimcha fanardagi nimaydi, fanarga yaqin joyga o'tsa kerak. Navaloji endi chekkalardan qo'yib chiqamiz. Fanarni o'rtaga qo'yishni iloji yo'q. Buni buzib olsak keyin dabdala bo'lmasin. Pastki ko'rishinglar mumkin, ana shuncha qozib qo'ydim o'zi. Tunnelni qazib ketayotgan vaqtlarida chekka taraflardan xonalar chiqadi. U yerda ham qozib borsanglar, normalni resurslar berish mumkin. Ko'mir, temir yoki shunga o'xshash narsalar chiqishi mumkin. U kartani yasagan odamga bog'liq endi nima chiqadi, nima qo'yadi. Lekin chiqishi bu 100% bo'lishi kerak. Va biz anchagina narsa yo'q bo'ldi. Endi esa traderga chopib chiqdim. Bizaga chunki kerak qolmadi desa ham bo'ladi. Hozir biza nimadir dioritmi shunaqa narsa yasashimiz kerak. Andezetmidi? Endi nimali aniq esimda yo'q. Endi faqat fermaga bug'doy emas, kartoshka bilan sabzi ham qo'shishga animaydi. Maqsad qo'ydim va maqsadni o'sha vaqt o'zi esga oldim. Endi biz agrotimizda bo'lib chiqishimiz kerak. Bir tarafiga kartoshka, bir tarafiga sabzi, bir tarafiga bug'doy. Mana bu narigi xonaga esa ikkita sandiq bilan pechka va qanaqadir arra qo'yib qo'yibman, o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Suvni qayta olamiz, loyni ham olamiz, matiga ham yes bo'lishi kerak. Men bu iskagarotni o'zib tashladim. Ko'rishim menimcha shart emas. Blok buzganlarimni ko'rish shart emas bo'lsa kerak sizlar. Agar qiziq bo'lsa yozinglar. Bitta buzganimni qo'yaman xohlasanglar. Lekin bu juda ham zerkarli bo'lib ketadi, aytib qo'yaman. Bu narsani ko'rgilaringiz kelmaydi. Qusib o'rasizlar, bu narsani ko'raman deb. Qanchalik men bilasizlarmi? Bitta blok qo'zidim pastga. Kerakki bitta tunnel bo'lib hozir pastga tushaman, ko'rasizlar o'zlar. Avval men Magarotni esqib olaylik. Magarotni 4 ga bo'lishga to'g'ri kelar ekan. Mana baribir tezroq o'syapti, o'zlar ko'ryapsizlar, ana ular nimaydi. Pshenitsa, bug'doy, sabzilar hammasi tez o'sa ekan baribir. Mana shu narsani hozir es qilamiz. Tak. O'rtaga ham bir suv qo'yaverayapman, chunki o'rta bo'mbo'sh qolib ketyapti baribir. Bo'mbo'sh qolgani bilan endi bo'mbo'sh qolavermaydi-ku. Navrot suv qo'yib yuborsam hamma joyga suv. Men ana chekkadagi suvlarni olib tashlsam bo'ladi menimcha. Men bu joylarni qonli qilib to'ldiraveraman. Bag'da ham yoqaman va prosta matiga bilan esib chiqamiz. Tarafini ham esib chiqish
kerak qolgan joylarini. Yes bo'lganda yes bo'ladi hamma joy birni. Kamera blok olib ketdi. Va огородimiz вообще idealniy holatga keldi. Bilmaydi bu. Cho'ta kartochka bilan sabzi neto turibdi-da, teksturasi. Tekstura nimadir bo'lgan bu 100%. Teksturani qanday to'g'irlashdi? Va nima deydi? Qandaydir qilib to'g'irlash kerak endi. Bilmayman qanday to'g'irlayman. Короче, turaversam bo'lar. Picha kutaman vaqt. Agar o'sha vaqt o'sishi mumkinki, baribir tekstura buzilgani bilan ko'proq kartochka sabzi beradi-ku. Ana shunday qilib ko'paytirib olaman, boshqa ilojim yo'q. Teksturani hozir to'g'irlayman deb boshqa bagli to'l pitsa dab-dala bo'ladi 100%. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar va kommentariy yozinglar. Tunnelni ko'rsatmadim, hozir mana ko'rsatib o'taman. Короче, biz ham bu yana bir marta chuqurlikka tushganmiz. Hozir tepaga chiqsak, mana bu yerdan yana bitta tepaga chiqamiz va o'zimizni joyga yetib boramiz. Ikkita xonani men pastdan tozalab qo'yganman. O xonalarni videoga olmabman nimadir. Faqat buzganim bu xonalarni bir nima deydi? Burchaklarigacha video olib chiqaman keyingi seriyalari. Video kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga obuna bo'lib qo'yinglar demoqchi edim. Videoga bo'lmaydi, lekin videoga like bossanglar bo'ladi. Bezatilib bo'lsanglar bu katta motivatsiya beradi menga. Keyin kommentariy yozish esdan umuman chiqmasin. Hech bo'lmasa kommentariy Google deb qo'ysanglar, men xo'rsand bo'laman. Chunki biz bu videoni aktiv bo'lishiga va ko'p prosmotr olishiga katta yordam beradi. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Chunki videoni oxirigacha ko'rganlaringiz menga videoga prosmotr ko'pgina olib keladi, ya'ni. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.